Jizzax viloyati qo'riqlash boshqarmasi tomonidan Jizzax shahar Obod mahalla fuqarolar yig'ini hududida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Jizzax viloyati qo'riqlash boshqarmasi tomonidan Jizzax shahar Obod mahalla fuqarolar yig'ini hududida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Targ'ibot tadbirida mahalla faollari, tadbirkorlar ishtirok etdilar. Unda jinoyatchilik va huquqbuzarliklar profilaktikasi va uni keltirib chiqaruvchi omillar va ularning oldini olish choralari xususida ma'lumotlar berilib, jinoyatchilikning oldini olishga nafaqat huquq-tartibot organi xodimlari bilan, balki barcha birdek mas'ul ekanligini ta'kidlab o'tdi. Savdo va umumiy ovqatlanish shoxobchalari, mehmon uylari, axborot texnologiyalari markazlari va boshqa turdagi fuqarolar ko'p to'planadigan obyektlarda jamoat tartibini saqlash, o'g'irlik, talon-taroj qilish va ommaviy janjallar sodir etilishining oldini olish. Buning uchun tadbirkorlik obyektlari egalariga tushuntirishlar berish va obyektni qo'riqlash xizmatining qo'riqloviga topshirish lozimligi ta'kidlandi. Shundan so'ng targ'ibot guruhi savdo obyektlarida bo'lib, obyekt rahbarlari bilan individual suhbatlar o'tkazdi va kuzatuv kameralari, qo'riqlov signalizatsiyalari va ularning ishlash prinsiplari, afzalliklari va qo'riqlov tariflari xususida ma'lumot berilib, mol-mulkining xavfsizligini ta'minlash dolzarbligi tushuntirildi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz joizki, mahalla fuqarolar yig'inida 9582 nafar aholi 67 ta ko'p qavatli uylarda istiqomat qiladi. Shuningdek, mahallada 47 ta tadbirkorlik subyektlari va bitta mehmonxona mavjud bo'lib, bugungi kunda ushbu xonadon va savdo obyektlarini qo'riqqa olish ishlari boshqarma tomonidan jadallik bilan olib borilmoqda. Shuningdek, qo'riqlash boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari tomonidan ko'p qavatli uylar kirish eshigiga xavf tugmalari o'rnatilayotgan bo'lsa-da, tezkor harakatlanuvchi guruhlar tomonidan moto va avtotransport vositalarida patrullik ishlarini olib bormoqdalar. Bularning barchasi viloyatimizda jinoyatlar sonini keskin qisqartirish va aholiga xavfsiz shaharni yaratish maqsadida olib borilayotgan ishlar desak mubolag'a bo'lmaydi.